Men Kayjoman. Va issiqlik davridamanmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Axir oddiy o'smir qizman-ku. Demak, bu haqiqatan ham tushamasdi. Minami-kun, jarohat olganingni eshitdim. Sen uchun juda ham xavotirdaman. Haftadan bu voqea sodir bo'lganda u daryo bo'yida edi. Nahotki bu meni aybimmi? O'sha hayvon ham o'sha yerda edi. Qanday dahshat. Hoy. Minami-kun qanchalik jarohat oldi? Qayerdan kelding? Bu sani ishing emas, psix. Va kecha nima uchun u bilan birga eding o'zi? Hatto qo'llaringizni ushlab turardingiz. To'g'ri. Nega bunday qarab turibsan? Qochib ketma. Bu yoqqa qayt, psix. Uni elektron pochta manzili, telefon raqami. Qani endi hech bo'lmaganda bittasini bilsam-edi. Men u haqida hech narsani bilmayman. Xuddi yuragim sug'urilib ketayotganga o'xshaydi. Uni o'sha g'alati yuzini ko'rishni istayman. Uni ovozini eshitmoqchiman. Buni hoziroq istayman. Yaxshi emas. Nega uni bunchalik ko'rishni istayman? Nima? Xudoga shukr. Uni ahvoli yaxshiga o'xshaydi. Menimcha sen issiqlik davridasan. Bunaqa emas. Ammo agar tanam o'z-o'zidan reaksiya qilsa va men shunday holatga tushib qolsam, balki Minami Aratadan uzoqroq turishim kerakdir. Minami, ahvoling joyidami? Qattiq jarohat olmadingmi? Ha, men yaxshiman. Xudoga shukr. Yuragim o'zi ham qinidan chiqib ketay dedi. Davomini faqatgina Anicity rasmiy Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Ovoz berdi Maximus. Anicity rasmiy Telegram kanali tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Maximus. Uni qiz do'sti. Rostdan shunaqamikan? Shubhasiz, uni qiz do'sti bor. Axir maktabdagi eng mashhur yigit-ku. Nimagadir xafa bo'ldimmi? Bu qanaqadir jirkanch tuyg'u. Yo xudo. Akaishi-san. Xudoga shukr, xavfsiz ekansan. Yo'qol. Boshqa. Menga hech qachon yaqinlashma. Men bunga roziman. Shu bilan butunlay yaxshiman. Minami-kun, umid qilamanki qattiq jarohat olmading. Ha, men yaxshiman. Xavotir olishga hojat yo'q. Sendan juda ham xavotirda edim.
Bir marotaba bo'lsa ham o'sha qizlarni bunchalik shovqinli ekanligidan xursandman. Hamma o'rindiqlariga o'tirsin. 38-sahifani oching. Bu mana Suchan emasmi? U juda ham yoqimli qizda. Qani endi meni shunaqa qiz do'stim bo'lganida, borib u bilan gaplash. Yo'q qo'ysang-chi, u meni rad etadi. Bu nimasi? Nimaga endi? O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Hammasi uni aybi Nursan. Kurotan. Bilasanmi, bugun kun bo'yi sendan xavotirda edim. Gilos gullari juda ham chiroyli-a. Ularni tagida bir muddat o'tirgim kelyapti. Ularni ezib tashlamaganingdan xursandman. Men ulkan maxluqqa aylandim. Meni biron joy karantinga olishi kerak emasmi? Yo'q, menimcha hozirgi holating yaxshi. Ulkan maxluq bo'lsang ham, sen baribir meni qizimsan. Siz juda ham g'alatisiz. Buni doim eshitganman. Xavotirlanishga hojat yo'q. Men seni himoya qilaman, Kurotan. Jinursan Jumbo King. Xavotirlanishga hojat yo'qmi? Men endi Kaiju bo'lmayman, to'g'rimi? Chunki endi boshqa hech qachon bunday narsani his qilmayman. Bularni o'ylashni bas qilishim kerak. Buni o'ylaganimda negadir dumim qichishni boshlayapti. O'zgarishlar orqamdan boshlanyapti. Yoki shunaqa deb o'yladim. Bu ahmoqona narsa yo'qolmayapti. Qachon yo'qolasan o'zi? Hey! Uxlay olmayapman. To'xtang. Nahotki bu yangi Kaiju paydo bo'ldimi? U meni yo'q qilish uchun kelganmi? Biron narsa qilishim kerak. Aks holda odamlarga ko'proq muammo tug'diraman. Yo xudoyim, seni bu yerda ko'rganimdan juda ham xursandman, Akashi Kuroe-san. Minami Aratani qiz do'sti emasmi? Ammo u meni ismimni qayerdan biladi? To'xtang, nega u birinchi navbatda? Anaqa, bu yerda nima qilyapsiz? Kutayotgandingiz? To'xtachi. Uni o'sha g'alati kostyumni kiyishga majbur qildimi? Va yarim tunda shu yerda qoldirdimi? Men hech qachon bunchalik kelishgan odamni ko'rmaganman. O'sha oliyjanob qiyofada, uni mushakli tanasi. Tana deydimi? O'sha yonayotgan qizil ko'zlar, do'zax toshlari kabi qora temir teri. Qorong'u tunni yorib yuboradigan o'sha g'uvullash. Bu qalbimni hayajonga solyapti. Men u bilan uchrashmoqchiman. Harugonchi! Harugon nima u? O'ylagan narsang. Axir bu menman-ku. Otamning ishi tufayli men butun umrimni Kaijular atrofida o'tkazdim. Ular juda ham yoqimtoy. Ular meni oilam va qadrli do'stlarim edi. Ilgari ularni faqatgina badiiy asarlarda seva olardim. Ammo nihoyat bu haqiqatga aylandi. Lekin menimcha Harugon juda ham uyatchan. Shu uchun tezda g'oyib bo'ldi. Men uni hech qachon o'z ko'zim bilan ko'ra olmaganman. Ammo taslim bo'lishni istamayman. Men shu yerda qolib, uni paydo bo'lishini albatta kutaman. Shunaqa kiyimdami? Bu uyda tayyorlangan uxlash xaltasi. Demak, bugun Minami kunni yonida yurganingni sababi undan taassurotlarni bilmoqchi edim. U Harugonni yaqindan ko'rgan kamsonli odamlardan biri edi. U bilan uchrashmayapsanmi? Nimalar deyapsan? Sen juda ham samimiy ko'ringanding. Harugon haqida ko'proq bilishimdan juda ham ehtirosda edim. Axir men uni hidini bilmoqchi edim. Uni dumida qanchadan qancha o'simtalar bor ekan. Men u haqida hammasini bilib olishim kerak. Uni men tomon yurishini istayman. Dahshat. Men senga ham savollar bermoqchi edim.
Ammo sen juda ham tez qochib ketding. Bu yerda seni uchratib qolganim bu taqdirga o'xshaydi. Demak, uni qiz do'sti emasmi? To'xta, nega bunchalik xursandman? Endi hech qachon menga yaqinlashma. Unga bu gaplarni aytganim uchun u endi meni yomon ko'rsa kerak. Voy, kechirasiz, bu yerda uxlab bo'lmaydi. Ikkingiz ham voyaga yetmagansiz, qani, uylaringizga boring. Yo'q, ketmayman. Yur deganda yurish kerak. Qanday tarbiya olgansan o'zi? Yo'q, uni uchratmagunimcha hech qayoqqa ketmayman. Nima, kaychu parastlardan birimisan, ha? Qo'yvoring. Yura qol. U bugun baribir ko'rinmaydi. Va ehtimol bir muddat shunday bo'ladi. Sen buni qayerdan bilasan? Ha, to'g'ri. Minami-kun menga aytganda. Harugon paydo bo'lishidan avval sen qochib ketgan eding. Sen uni yondashuvini sezdingmi? Yoki Harugon bilan telepatik aloqalarni o'rnata olasanmi? Demak, u bilan aql orqali gaplasha olasan. Juda ko'p kayju filmlarida maxluqlar bilan aloqada bo'la oladigan odamlar bo'lgan. Va sen balki Harugon ruhoniysimisan? Ha? Ruhoniy? Ha, balki. Buni bilardim. Men uchun Harugonni yana chaqira olasanmi? Menimcha u hozir birozgina charchagan. Ehtimol u buni hozir sezmaydi. Shunaqami? Kechirasan. Yo'q. Men uni biror narsaga majburlashni istamayman. Ammo agar u qachondir bunga qodir bo'lsa, men u bilan uchrashishni istardim. Manatsusan. Voy, meni rahmdilotlarim shu yerda. Ertaga yanada ko'proq gaplashamiz, bo'ptimi? Akaishi Kuroi-san, o'zingni asra. Bu nima haqida edi o'zi? Hozirgi bolalarni tushunish juda ham qiyin, to'g'risini aytsam. Negadir dumim hali ham ketmayapti. Xayrli tong. Kechagi ajoyib vaqt uchun chin dildan tashakkur. Harugon ruhoniysi bilan shuncha vaqt o'tkazganimdan juda ham xursand bo'ldim. Yuragim hali ham urib turibdi. Ha, seni Kuroi-san deb chaqirsam maylimi? Sen esa meni Manatsu deb chaqirishing mumkin. Bo'ladimi? Minami-kunga qiziqasanmi? Bunaqa emas. Seningcha uni qiz do'sti bormikan? Bilmadim. Menga farqi yo'q. Sen men bilan Harugon o'rtasida Kupidon o'ynayapsan. Shu uchun men ham senga yordam bermoqchiman. Minami-kun. Seni qiz do'sting bormi? Yo'q. Lekin menga yoqadigan odam bor. Men sevib qolgan bir odam. Kuroi-san. Bu juda ham yomon. Kuroi-san, tabriklayman. Minami-kun butunlay yolg'iz ekan. Menimcha, u senga qarab turuvdi. Meni ishlarimga aralashma. U men haqimda hech narsani bilmaydi. Agar romantika uni jarohatlashim bilan tugaydigan bo'lsa, men buni istamayman. Nima? Ko'zlaringdagi yurak shaklidagi aylangani aniq ko'ra olaman. Men ham sevib qolganman, shu uchun buni tushunaman. Kel, o'zimizni qadrlashimizga imkon beradigan romantikaga intilamiz. Va keyin nima bo'lishidan qat'iy nazar biz tabassum qila olamiz. Ha, u meni tiriklayin kuydirib yuborsa ham roziman. Menimcha bunday qilmagan bo'lardim. Unday bo'lsa darsdan keyin uyimga kelishini istaysanmi? Biz mazali taomlar yeyishimiz va kayju filmlarni tomosha qilishimiz mumkin. Bu bizga jasorat va quvonch olib keladi.
meni yoqtirishi mumkin emas. Yana tashqarida o'tiribsanmi? Hech bo'lmasa, tozalashga yordam ber. Dumim chiqib ketishi mumkinligini ular qayerdan ham bilsin? Nima? To'polon qilib yuborma, tentak. Minami-kun barcha uchun juda ham yoqimli odam. U shunchaki yolg'iz ko'ringaning uchun senga rahm qilyapti. U senga o'xshagan xunuk ahmoqqa ahamiyat bermaydi. Men buni hammadan ham yaxshiroq bilaman. Ha, biron narsa dedingmi? Meni baribir kimnidir yoqtirishga umuman haqqim yo'q, to'g'rimi? Nima bo'ldi? U nimalar qilyapti o'zi? Bu ishing juda ham noo'rin bo'ldi. Qani ketdik. Ha. Bo'lishi mumkin emas. Akaishi qayoqqa ketdi o'zi? U hamshirani kabinetida o'zini yaxshi his qilmayapti. Shunaqami? Yordamingiz uchun tashakkur. Minami-kun, xayr. Xayr. Minami-kun. Kuroe-sanni ko'rmadingmi? Darsdan keyin uchrashishga va'da bergandik. Men ham uni qidiryapman. Allaqachon ketganmikan? G'alati. Poyabzallari hali ham shkafda edi lekin. Ko'ryapsizmi, ochilmayapti. Biron narsa yopishib qolganmikan, ha? Ertaga qulf buzalarni chaqirishga to'g'ri keladi. Jin ursin. Agar ular meni shu holatda ko'rsa, aniq o'laman. Ammo baribir bu holatga ketolmayman. Qanday qilib normal holatimga qaytaman endi? Meni ko'rsa laboratoriyaga yuborishadi. Agar o'shanda kayjuga aylanib vahshiylik qilishni boshlasam-chi, bu butun dunyoga yangilik bo'lardi. U menga yana shunday qaraydimi? Qaniydi bir oddiy xunuk ahmoq bo'lganimda. Balki Akaishini chiqarib yuborarmiz. O'sha psixopat nima? U hali ham o'sha yerda, to'g'rimi? Kalitni topshirganman. Menimcha uni boshqalar olib chiqib bo'lishgan. Xo'y, siz nimalar qildingiz? Kuroe-san Harugonning muqaddas ruhoniysi. U albatta g'azab bilan bizni orqamizdan keladi endi. Unga nima bo'lgan o'zi? Juda ham g'alati. Agar hayotingizni qadrlasangiz, undan darhol uzr so'rang. Shunda ehtimol tirik qolasiz. Biz unga shunchaki saboq berib qo'ydik, shu xolos. U o'zini g'alatiligi bilan Minamini bezovta qilaverdi. Bu dahshatli. Bu butunlay dahshatli. Meni yoqtirishmasligidan qo'rqqanim uchun hammaga yaxshi muomala qilardim. Lekin bu kimnidir xafa qilayotganini anglamagandim. Hammaga yaxshi odamdek ko'rinishga harakat qilishni bas qilishim kerak. Men uchun qadrli inson bor ekan, endi shunday qilaman. Butun Tokio senga umid qilmoqda. Minami-kun. Akaishi-san! Shu yerdamisan, Akaishi-san? Akaishi! Oy! Kechirasan, nimanidir ko'rdingmi? Hech narsani ko'ra olmadim. Xona juda ham qorong'i edi. Kirishim mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Unda shu yerda gaplasha olamizmi? O'sha kuni men senga do'stlarim meni pankek yeyishga taklif qilganini aytgandim. Ammo bu yolg'on edi. Men boshidanoq sen bilan borishni istagandim. Sen haqingda ko'proq bilmoqchi edim. Va shu uchun ham ikkita chipta olgandim. Bunga jasorat topganimdan xursandman. O'shanda menga aytgan gaplaringni hech qachon unuta olmayman. Senga yanada yaqinroq bo'lishni istayman. Bilaman, Tokioda hamma narsa sodir bo'layotgan bir paytda ehtimol hech narsa qila olmayman. Lekin men senga qanday qilib yaqinlashishni bilmoqchiman. Nimaga? Nima uchun u menga bunchalik samimiy munosabatda bo'lyapti? U qochishni imkonsiz qilyapti. Ammo boshqa hech narsa qilish iloji yo'q. Chunki men o'zgarishim kerak bo'lgan odamman. Kirishim mumkin.
Bilaman, jirkanch ko'rinaman, shunday emasmi? Bu shunchaki uni bir qismi. Ehtimol meni to'liq ko'rganingda bundan battar nafratlansang kerak. Men ham senga yaqin bo'lishni istardim. Aslida juda ham xursand bo'ldim. Zinada men bilan gaplashganingda, krep do'konida men bilan birga tushlik qilganingda, qo'limdan ushlab himoya qilganingda va men bilan yuzma-yuz gaplashgani kelganing uchun ham xursandman. Senga aytmoqchi bo'lganim shu edi. Bilaman, sen dumi bor qizni qabul qilmasliging mumkin. Akaishisan. Yana qanaqa dum? Nima? Ichkari juda ham qorong'u ekan, hozir chiroqni yoqaman. To'xta, u hozir shu yerda edi. Nega tanam shunaqa? U endi aniq meni aqldan ozgan deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. O'zingni qanday his qilayotganingni aytganing uchun rahmat. Ishonchim komilki hali sen haqingda bilmaydigan narsalarim juda ko'p. Agar o'zingdan nafratlanadigan bo'lsang, men senda sevadigan tomonlarni topib, ularni hammasini senga aytaman. Buni uddalay olishimga aminman. Nihoyat ko'zlarimga qarading. Sumkangni olib kelaman va yana madad senga ham aytib qo'yishim kerak. Axir o'zi yaqindagina normal holatga qaytdim. Va nihoyat u paydo bo'ldi. U haqiqatan ham shu yerda. Iltimos, kechirasiz, kechiring. Kechirasan, Minami-kun. Menimcha, men hech qachon oddiy romantikaga ega bo'la olmayman. Lekin buni baribir qadrlayman. Menga aytgan his-tuyg'ularingni oyoq osti qilmaslikka albatta harakat qilaman. Davomi faqatgina Aniseti rasmiy Telegram kanalida. Aniseti rasmiy Telegram kanal tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Maximus. Keyingi haftani shirin taomi. Bu churros to'g'rimi? U juda ham mazali va qarsildoq.